mehribon va rahimli Alloh nomi ila. U zarba beruvchidir. Zarba beruvchi nedir? Ey Muhammad, zarba beruvchi nima ekanini sizga ne ham anglatur. U qiyomat kunidir. U kuni odamlar to'zitib yuborilgan ko'rshapalaklar kabi bo'lurlar. Tog'lar esa titilgan yung kabi havoda uchib yuradigan bo'lur. Bas endi o'sha kuni kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari og'ir kelsa, ana o'sha qoniqarli maishatda, jannatda bo'lur. Ammo kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari yengil kelsa, uning joyi do'zaxdagi jarlikdir. Uning nima ekanini sizga ne ham anglatur. U do'zaxdagi lovullab yonuvchi olovdir.